Barcha O'zbekiston fuqarolari diqqatiga. Ota-onalar, ogoh bo'ling. 14 yoshli qiz bilan fojia ro'y berdi. 18-mart kuni Toshkent shahrida 14 yoshli qiz 9-qavatdan o'zini tashladi. Bu haqda qalampir.uz so'roviga binoan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinov xabar berdi. Qayd etilishicha, Mirobod tumanida yashab kelgan 2011-yilda tug'ilgan, voyaga yetmagan qiz Yashnobod tumani S. Azimov ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uyning 9-qavatidan o'zini tashlab yuborib vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrining Olmazor tumanida 2010-yilda tug'ilgan o'smir yigit 9-qavatdan tushib ketganda, tez yordam xodimlari tomonidan bemor shifoxonaga olib borilgan, biroq yigit vafot etganda. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimizga e'tiborliroq bo'laylik va qayerda, kim bilan, nima sababdan, qay holatda ekanligini doimiy nazorat ostiga olaylik. O'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling va 3-5 kanalni kuzatishda davom eting. Barcha uchun kerakli va muhim bo'lgan mavzudagi video roliklarni tayyorlab, taqdim etib borishda davom etamiz.